Astagfirulloh Allohning zikrlaridan bir zikr. Allohdan mag'firat so'rayman degani. Gunohimni kechirilishini so'rayman degani. Ana o'shani vazifa qilib olib, murid tinmay aytaveradi. Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh deb. Shu astagfirullohni aytaverish niyat bilan, ixlos bilan qalbni poklovchi omildir. Inson badanini niyat qilib, tahorat, g'usl qilib, suv bilan poklaydi. Qalbini yuvay desa, ichkarida yuvib bo'lmaydi suv bilan. Uni yuvadigan narsa astagfirullohdir. Har astagfirullohni aytganda qalbda joylashib qolgan mog'or nuqtalardan bir nuqta ko'chadi. Sekin-sekin ko'chib tushib qalb poklanib borib bir kuni kelib yaroq ketadi-da, hamma yo'q pok qalbni egasi nima zikr qilsa keyin o'ziga botadigan bo'ladi. Shuning uchun haligi qalbni poklash zikr bilan bo'ladi.